Siz hali ham eko qilishdan qo'rqyapsizmi yoki hali ham ekoni qabul qila olmadingizmi? Butun dunyo ekoni o'zi tanlab bo'ldi. Keling, men sizga shu videoda uni isbotlab beraman. Ro'yxatimizdagi 5-odam eko qilganlari haqida hech kim bilmagan. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi Huda Kattan, Huda Beauty'ning asoschisi. Hattoki o'zlarining bloglarida eko qilganlari haqida "Men uyalmayman" deb o'zlari yozgan edilar. O'zlarining bloglarida shu izohlarni qoldirgan edilar. Men o'zim tuxum hujayralarini muzlatganimdan uyalmayman va hech kimdan uni bekitmayman. Hattoki eko qilganlari haqida hech kimdan bekitmaganlar. Ikkinchisi Celine Dion 6 ta eko muolajasini o'tkazib, hozir egizak farzandli bo'ldilar. Uchinchisi Nicole Kidman. Nicole Kidman ham eko amaliyotdan farzandli bo'lganlar haqida uyalmaydilar va ochiq shu haqida gapiradilar. 4-o'rinda Kim Kardashyan, eng taniqli Amerikaning top modellaridan biri, prodyuser, biznes asoschisi Kim Kardashyan ham hattoki eko amaliyotdan egizaklarini dunyoga keltirganlar haqida xabar berishgan. Ya'ni surrogat onalik programmasi orqali ular o'zlari emas, boshqa ona ular uchun tug'ib berganlari haqida bizga xabar berishdi. Va eng qiziqarli va hamma kutgan 5-o'rinda 44-Amerikaning prezidenti Barack Obama va ularning ayollari Michelle Obama ham eko amaliyotni o'tkazganlari haqida xabardormiz. Ular butun dunyoga eko amaliyotdan sog'lom farzand dunyoga kelishini isbotlab berishdi. Bu ma'lumotlar sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling.